davlat mustaqilligining 5 yilligi bayrami bilan chin qalbimdan tabriklar. Barchangizga o'zimning yuksak hurmatim va ezgu tilaklarimni izhor etaman. Bayram barchamizga muborak bo'lsin. Aynan mustaqillik tufayli milliy davlatchiligimiz qayta tiklandi. Aynan istiqlol tufayli jahon hamjamiyatidan munosib o'rin egalladi. Mustaqillik yillari davomida mamlakatimizda keng ko'lamda tashkil etilgan siyosatlik ishlari amalga oshirildi. Jumladan bizning tumanimizda ham aholi turmush tarzini yaxshilashga qaratilgan qator ijobiy ishlar amalga oshirildi. Hurmatli bayram qatnashchilari, mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so'ng dastlabki 25 yilda tumanimizga respublika byudjetidan 2 trillion so'm mablag' ajratilgan bo'lsa, 2016 yildan so'nggi 10 yilda muhtaram prezidentimiz tomonidan tumanimiz uchun 10 trillion so'mdan ortiq mablag' ajratildi. Bu mablag'lar evaziga tumanda katta o'zgarishlar bo'lmoqda. Buni barchamiz o'z hayotimizda his qilib turibmiz. Jumladan 385 kilometr yo'llar asfalt qilindi. 22 ta yangi ichimlik suv inshootlari, 300 kilometr tarmoq topilib, 65 ming nafar aholi toza ichimlik suv bilan ta'minlandi. 128 ta transformatorlar o'rnatilib, 500 kilometr elektr tarmoqlari yangilariga almashtirildi. 3 ta yangi nasos stansiyalari qurildi. 22 tasi ta'mirlanib, 25 ming gektardan bog' xo'jaligi maydonlari suv bilan yaxshilandi. 28 ta maktab, 15 ta bog'cha yangidan qurildi. 31 ta maktab va 7 ta bog'chalar mukammal ta'mirlanib, bolalarning bog'chaga qamrovi 11% dan 77%ga ko'tarildi. 5 ta tibbiyot muassasasi yangidan qurildi. 12 tasi mukammal ta'mirlanib, 32 turdagi zamonaviy asbob-uskunalar bilan ta'minlandi. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, so'nggi yillarda muhtaram prezidentimiz tomonidan tumaniga qaratilgan alohida e'tiborlar bir qator yirik loyihalar ham amalga oshirilib kelmoqda.